O'sha kuni kelinoyim uyimizga kelib, bo'lib o'tgan barcha voqealarni oyimga aytib berayotganini eshitib qoldim. Oradan bir necha kun o'tgach, tog'amnikiga yana qudalardan xabar kelibdi. O'sha kuni oyim ikkimiz ko'k pomidor tuzlayotgan edik. Bir payt eshikdan tog'amning xotini shoshib kirib keldi. Uning rang-ro'yi oqarib ketgan, boshidagi katta ro'moli sirpanib bo'yniga tushgan, ko'z yoshlari esa to'xtamasdi. "Opajon, ukangizning dastidan o'lib bo'lsam o'lib bo'ldim. Qudalar yana odam yuborishibdi. Qizingizga sovchi kelyapti deyishdi. Ukangizga Nodirani erga berishyapti ekan desam, erga bersa beraversin, har nima qutulamiz. Uni bu yerga olib kelsam, hovlimning atrofi buqalarga to'lib ketadi debdilar." "Opa, bu nima degan gap? Nahotki odam o'z bolasi haqida shunday gapirsa? Axir bo'lar ish bo'ldi-ku. Nahotki odam farzandining taqdiri bilan qiziqmasa?" dedi kelinoyim yig'lab. Oyim biroz jim qoldi-da, "To'g'ri aytasiz kelin. Siz boravering. Asrorbek ishdan qaytsa gap eshitib o'tirmang. Men ertaga borib u bilan yaxshilab gaplashaman" dedi. Kelinoyim oyimga qayta rahmat aytib, shoshgancha darvozadan chiqib ketdi. 2 kundan so'ng maktabdan qaytsam, oyim uyda yo'q ekan. "Oyim qayerga ketdilar, dada?" deb dadamdan so'radim. "Tog'aynikiga ketdi" dedi u. Kechki ovqatni tayyorlab oshxonadan chiqayotganimda darvozamiz oldiga kelib to'xtagan mashina ovozini eshitdim. Shoshib tashqariga yugurib chiqdim. Darvoza oldida Po'lat akamning mashinasi turardi. Uning ichidan oyim tushdi. Uning ortidan esa oddiygina kiyinib olgan Nodira opam chiqib kelardi. Men opamni ko'rib quvonchimni yashira olmay, "Nodira opa" deb baqirib yubordim. Nodira opam boshini ko'tarib menga qaradi va mayin jilmaydi. So'ng men tomon yura boshladi. Men esa yugurib borib uni mahkam quchoqlab oldim. "Nodira opa, siz kuyovnikidan qochib ketdingizmi? Axir siz Mansur akani yaxshi ko'rardingiz-ku. Nega uni tashlab ketdingiz?" deb pichirlab so'radim. Mening so'zlarimdan Nodira opamning yuzi qizarib ketdi. U menga yaqinlashib sekingina qulog'imga shivirladi. "Shoshilma, hali hammasini aytib beraman." O'sha kuni ertalab uyg'onsam, oyim tog'amnikiga ketibdilar. Keyin bilsam, ular kelinoyimning akasi va uning xotini bilan birga Nodira opamni olib kelish uchun qo'shni tumanga jo'nashgan ekan. O'sha kuni Nodira opam bilan birga uning barcha narsalarini ham mashinaga ortib, tog'amnikiga olib kelishibdi. Oyim tog'amning jahlidan qo'rqibdi. Asrorbek qizini urib, yana uyidan haydab yubormasin deb Nodira opamni to'g'ri biznikiga olib kelishibdi. Men Nodira opamni o'z xonamga olib kirdim. Oldiga dasturxon yozib, choy damlab keldim. Ovqat pishgach, ikkimizga suzib keldim. 2 hafta ichida ancha ozib ketgan Nodira opamni ko'rib, yuragim achishib ketdi. U boshiga oddiygina ro'mol o'rab olgan, kiyinishiga qarab hech kim uni yangi kelin deb o'ylamasdi. Bo'sh kosalarni olib oshxonaga chiqdim. Idishlarni yuvib bo'lib xonaga kirmoqchi bo'lganimda oyim meni to'xtatdi. "Umida, endi Nodira opang bilan bir xonada yotasizlar. Unga ham joy solib ber" dedi. "Xo'p, oyijon, endi har kuni mazza qilib ertaga eshitib yotarkanman-da" dedim quvonib. Oyim jilmayib, "Kap-katta qiz bo'lib qolding. Hali ham ertakka qiziqasanmi? Yosh bolaga o'xshaysan-a? Qo'y uxlasin. Sho'rlik rosa charchagan" dedi. Idishlarni yuvib bo'lib xonamga kirdim va ikkimizga joy soldim. "Nodira opa, endi nima uchun qochib ketganingizni aytib berasizmi?" dedim unga umid bilan qarab. Bundan 3 yil oldin maktabni bitirganimdan so'ng o'qishimni davom ettirmoqchi bo'ldim. Ammo dadam qarshi chiqdilar. Qiz bola o'qishga borsa yomon yo'lga kirib ketadi deb institutga hujjat topshirgani qo'ymadilar. Men ingliz tili o'qituvchisi bo'lishni orzu qilardim. 3 oy yalinib yolvorib, hech bo'lmasa tikuvchilikka o'qishga borishimga ruxsat berishlarini so'radim. Oxiri zo'rg'a ko'ndirdim.
O'sha payt men uchun butunlay yangi hayot boshlangan edi. Ota uyimda yashagan paytimda maktabdan boshqa joyga deyarli chiqmagan bo'lsam, shaharda o'zimni erkin qushdek his qilardim. Xohlagan joyimga borar, yangi odamlar bilan tanishardim. Bizga o'rta yoshli Vohidov degan domla texnologiyadan dars berardi. Bir kuni yo'lakda o'sha ustozga duch kelib qoldim. U meni yoniga chaqirib, "Yo'lchiyeva, ertaga shu yerda bo'lasizmi yoki qishloqqa ketasizmi?" deb so'radi. Qani endi o'sha kuni tilim gapga kelmay qolganida edi. "Qishloqqa yanagi hafta boraman, ustoz. Bu hafta yotoqxonada qolmoqchiman" dedim. Haligacha o'zimni o'sha gapim uchun koyiyman. Qishloqqa ketaman desang o'larmiding deb o'zimdan xafa bo'laman. Endi pushaymon bo'lishning foydasi yo'qligini bilaman. Lekin o'zimning go'lligimdan, soddaligimdan hali ham jahlim chiqadi, dedi Nodir opam. Uning ko'zlariga yosh to'lib og'ir xo'rsinib qo'ydi. "Yanagi hafta bormoqchiman, domla. Sizga biror narsa kerakmidi?" deb so'radim, hech narsaga tushunmay. "Yo'q, hech narsa kerak emas. Shu desangiz, kelinoyingizning anchadan beri mazalari yo'q. Ertalab institutga kelayotganimda talabalaringizdan birorta odobli, chaqqanroq qizni olib keling, savob uchun uyimizning changlarini artib, yig'ishtirib bersa yaxshi bo'lardi degandilar. Bugun dars paytida hamma qizlarga e'tibor berib qarasam, hammadan odobliroq qiz siz ekansiz. Siz qishloqda katta bo'lgansiz, to'g'rimi?" dedi ustoz. Men "Ha" deya bosh irg'adim. Qishloq odamlari insofli, iymonli bo'lishadi. Ular hech qachon birovning haqqiga xiyonat qilishmaydi. Shaharlik qizlarga ishonib bo'lmaydi. Ular ko'rgan narsasini cho'ntagiga solib olib ketishadi. Bu gaplarni sizni o'zimga yaqin tutganim uchun aytyapman. Yakshanba kuni biznikiga borib, kelinoyiga qarashib kelasizmi? Dedi domla mahzun ohangda. Men esa soddaligimdan, uning shirin va ishonarli gaplariga ishonib, darhol rozi bo'ldim. Unda yakshanba kuni soat 10 da oziq-ovqat do'konining oldiga chiqib turing. Kelib sizni olib ketaman. Bu bizning o'rtamizdagi sir bo'lib qolsin. Biror kishi bilib qolsa yaxshi bo'lmaydi. Eshitganlar Vohidov studentlarni uyiga olib borib quldek ishlatarkan deb gap tarqatishadi. Dugonalaringizga ham aytib o'tirmang, xo'pmi? Hozirgi zamonda hech kimga ishonib bo'lmaydi, dedi u. Men yana xo'p deb bosh irg'adim. Mayli, ko'rishguncha. Bergan va'dangiz esingizdan chiqmasin, Yo'lchiyeva, dedi. Ustoz va mashinasi tomon yurib ketdi. Ustozga va'da berganimdek, bu haqda hech kimga og'iz ochmadim. Axir shuncha qizlar ichida u meni tanlagan edi. Ammo bu hayotimda qilgan eng katta xatoyim ekanini o'sha paytda bilmagan ekanman. Yakshanba kuni odatdagidan ertaroq uyg'ondim. Choy damlab, dugonam Ma'rifatni uyg'otdim. Mari, tur choy ichamiz. Bugun yakshanba-ku, yana biroz uxlasang, biror joying kamayib qolmaydi. Uf, dam olgani ham qo'ymaysan-a? Soat ham 9 bo'lyapti. Uxlayversang xamirdek shishib ketasan-ku, dedim kulib. Ma'rifat zo'rg'a o'rnidan turib yuvinib keldi. Kecha barcha qizlar uylariga ketishgandi. Yotoqxonada esa men, surxondaryolik 2 qiz va bo'kalik Ma'rifat qolgandik. Ma'rifatning onasi bir necha yil oldin vafot etgan. Otasi esa boshqa ayolga uylangan ekan. O'gay onasi bilan munosabatlari yaxshi bo'lmagani uchun u ko'pincha dam olish kunlari uyiga bormay yotoqxonada qolardi. Nonushtadan so'ng kiyimlarimni almashtirayotganimni ko'rib Ma'rifat so'radi. "Ha, yo'l bo'lsin, qayoqqa?" "Qarindoshimnikiga boryapman", dedim topgan bahonamdan ichimdan quvonib. "Yana qanday qarindosh? Shaharda qarindoshim yo'q deganding-ku", dedi u hayron bo'lib. "Tog'amning kelini shaharlik degandim-ku", dedim sochimni turmaklab. O'tgan hafta uyga borganimda tog'amni ko'rgani borgan edim. O'shanda tog'amning kelini yakshanba kuni uyimizga bormoqchiman. Siz ham albatta boring, sizni bir mehmon qilaylik, deb manzilini bergandi, dedim. "Ha, unday bo'lsa bora qol Nodi, menga ham biror narsa olib kelasan-a? Qiziqsanda, Mari, o'zimizni uyimizga borayotgan bo'lsamki, shu gapni aytsang. O'zimni yeganim kamdek yana dugonamga ham biror narsa beringlar deymanmi?"
deb kulib xonadan chiqib ketdim. Katta ko'chaga yetib kelib atrofga qaradim. Domlaning mashinasi hali ko'rinmasdi. Yo'l chetidagi daraxt soyasida turib uni kuta boshladim. Birozdan so'ng uzoqdan domlaning mashinasi ko'rindi. U mashinasini mening oldimda to'xtatib, orqa eshikni ochdi. "Tezroq chiqing, birov ko'rib qolmasin", dedi u. Men shoshib mashinaga chiqib eshikni yopdim. Nega o'sha paytda bu ishimning noto'g'ri ekanini o'ylamaganimga hali ham hayronman. Shu payt yotoqxona tomondan kelayotgan Ma'rifatga ko'zim tushdi. U yo'lidan to'xtab sinchkovlik bilan mashinaga qarab qoldi. Meni tanib qolishidan qo'rqib, yuzimni boshqa tomonga burdim. Valiyeva ko'rib qoldi shekilli. Agar so'rab qolsa, ustoz meni ko'chada turganimni ko'rib qoldilar. Qayoqqa ketayotganimni so'radilar. Olib boring deb iltimos qilgandim. Savob uchun aytgan joyimga olib borib qo'ydilar deb ayting, dedi domla. Men yana xo'p degandek bosh irg'adim. Mashina ko'p qavatli sariq bino oldiga kelib to'xtadi. "Yetib keldik. Siz ichkariga kirib turing, men orqangizdan kiraman", dedi u. Men podyezdga kirib, domlaning kelishini kuta boshladim. Ustoz mashina eshigini qulflab, qo'lida katta paket bilan podyezdga kirdi. U zinalardan yuqori qavatga ko'tarila boshladi. Men esa uning ortidan ergashdim. 3-qavatga chiqqanimizdan so'ng u chap tomondagi oq eshikni ochib, "Marhamat, kiring", dedi. Men sekin ichkariga kirdim. Uy ichi jimjit edi. Hech kim ko'rinmasdi. "Yo'lchiyeva, kechirasiz, ismingiz nima edi?" deb so'radi ustoz sumkasini yerga qo'yarkan. "Nodira", dedim uyalib. "Ismingiz juda chiroyli ekan, Nodiraxon. Mening ismim Tohir. Tohir aka desangiz ham bo'laveradi", dedi u jilmayib. So'ng qo'limga chelak va latta tutqazib, "Mana bu chelakka suv olib, pollarni artib chiqing. Ungacha men biror ovqat tayyorlayman", dedi. Men hayron bo'lib, "Ustoz, kechirasiz Tohir aka, kelinoyim ko'rinmayaptilar. U kishi qayerdalar?" deb so'radim. "Ha, umi. Kecha ukasi kelib qishloqqa olib ketgandi. Qishloqning havosi toza-da, tezroq sog'ayib ketadi", dedi Tohir aka xotirjam ovozda. Men vannaga kirib chelakka suv to'ldirdim-da, uyni tozalay boshladim. Xonalarni yig'ishtirdim, changlarni artdim. Pollarini yuvib bo'lgach, Tohir akaning oldiga bordim. Nodira opam bir muddat jim qoldi. Men uning yuziga qarab, o'sha kungi og'riq hali ham qalbida tirik ekanini his qildim. Umidajon, o'sha paytda men nima bo'layotganini tushunmay qolgandim. Bir tomonda qo'rquv, bir tomonda ishonchsizlik. Axir u menga ustoz edi. Men esa uni hurmat qilardim. Uning gaplarida yomonlik borligini xayolimga ham keltirmagan edim. Nodira opam ko'zlarini yerga tikdi. Men o'sha xonaga kirganimda o'zimni xavfsiz joyga keldim deb o'ylagandim. U esa mening ishonchimni poymol qildi. Mening soddaligimdan foydalandi. Uning ovozi titradi. "O'sha kuni mening bolaligim tugadi, Umidajon. Men endi odamlarni avvalgidek ishonch bilan qabul qila olmay qoldim." Men uning qo'lini ushladim. "Nodira opa, eng alamlisi nima bilasanmi?" dedi u ko'z yoshlarini artib. Men o'zimni aybladim. Nega bordim, nega ishondim deb o'zimni yeb qo'ydim. Lekin vaqt o'tib tushundimki, insonning yaxshiligi va ishonuvchanligi hech kimga uni aldash huquqini bermas ekan. Nodira opam chuqur nafas oldi. "Keyin nima bo'lganini ham aytib beraman, ammo sen shuni eslab qol, Umida. Har bir katta odamning shirin gapi ortida hamisha yaxshilik bo'lavermaydi. Ayniqsa buni hech kimga aytma degan odamdan ehtiyot bo'lish kerak." Men Nodira opamga qarab, uni birinchi marta oddiy, kulgichi chiroyli opam emas, balki hayotning achchiq sinovlaridan o'tgan inson sifatida ko'rdim. Voqea shunaqangi tez sodir bo'ldiki, nima bo'layotganiga tushunmay qoldim. Bir necha daqiqa oldingina men uni hurmat qilayotgan ustozim deb bilgan odam endi mening qo'rquvimni ham, iltimoslarimni ham eshitmasdi. Mening xayolimda esa bitta fikr aylanardi. Nega ishondim, nega keldim? "Tohir aka, qo'ying iltimos", dedim titragan ovozda. Ammo u mening so'zlarimni eshitgisi ham kelmasdi. O'sha lahzada men uchun dunyo tortilib ketgandek bo'ldi.
ko'z oldimga onam, otam, uyimiz, tog'amning hovlisi, hatto Ma'rifatning hayron bo'lib qaragan ko'zlari keldi. Men o'zimni aybdordek his qila boshladim. Axir men uni ustoz deb bilgan edim, u esa mening ishonchimni suiiste'mol qildi. O'sha kuni uyga qanday qaytganimni, yo'lda qancha yig'laganimni hali ham eslayman. Qadamlarim og'ir, qalbim esa ming parcha edi. Eng og'iri bo'lgan voqeadan ham ko'ra odamlarga bo'lgan ishonchim singan edi. Yotoqxonaga kirganimda Ma'rifat menga qarab hayron bo'ldi. "Nodi, nima bo'ldi? Ranging oqarib ketibdi", dedi u. Men unga qaradimu, lekin hech narsa deya olmadim.